Keyingi obzorчик bu pudra. Kompaniya tarafidan byudjetniy lyuks sifatli juda ham zo'r pudrani chiqarishgan. Narxda hamma ko'taradi. Даже magazinda yoki boshqa kompaniyalar bozorga tushaman deb bitta pudra olaman desangiz, yo'q deganda 600 yo 800 mingda atrofida olasiz. Bu esa matviy, вообще super stoki. Buni odzivlari mo'shli qizlar. Keyinda to'g'ri bitta minus yeri bor. Buni nimasi yo'q. Sponjiga o'zimizda kistechkamiz bor. Artikulini yozib qo'yaman videoga. Asha kistechka olib ishlatsanglar yoki gubka bilan ishlatsanglar ham вообще zo'r bo'ladi qizlar. Buni pudrani eng zo'r tarafi makiyajda zo'r qatirib beradi, qaranglar. Qanaqa chiroyli. Byudjetniy bo'lgani bilan kачествоsi mo'shli, lyuks sifatli qizlar. Pudra ishlatadigan, pudrani yoqtirmaydigan qizlarga обязательно tavsiya beraman. Sumchkalarda shunaqa zo'r pudrani olib yuringlar. Qaranglar, bittada nima qilgani yumshoq, no при этом матовый qilib beradi, yog'li, suxoy bo'ladi, farqi yo'q. Qizlar yumshoq ekan, juda ham приятный.